Kim Madinaga borsa, Madinani yaxshi ko'rib qoladi. Madinaga borganlar tasir etinglar. Sizni ham Madina maftun etgan. Makka quyosh bo'lsa, sen oysan Madinam. Makka boy bo'lsa, sen undan-da boysan Madinam. Makkaning Ka'basi bo'lsa, senda Muhammad bor Madinam. Makkada Hadisha bo'lsa, senda Oyisha bor ey Madinam. Makkaning haybati, salobati bo'lsa, senda muhabbat bor, senda mehr bor Madinam. Madina mana shunday o'ziga borgan ziyoratchini, umrachini maftun etadigan ulug' bir manzil. Azizlar, har biringlarni o'sha diyorlarga qadaminglar yetib, Rasulullohning ravzalariga borishni hammalarimizga nasib aylasin. Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Man mata bil Madina vajabat alayhi shafaati." Madinada vafot bo'lsa kim, mening shafaatim vojib bo'ladi deganlar. 10 mingdan oshiq sahobalar yotibdi. Madinaga dajjol kira olmaydi.